زدت حبنا، أسعدتنا وجمعت شملنا. أنت هدية من الله لنا، بعد انتظارنا لك طول السنة. فيك السرور والهنا، حمدا لك يا ربنا. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate. Celebrate, let's celebrate. Allah Allah, thank you for this day. Smiles and greetings everywhere. Eid Mubarak to everyone out there. Whole families together and celebrate. Today's the day, so come on, no time to waste. Sometimes the world takes us so far, though miles apart. Today you're in my heart, 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 heart. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on let's celebrate. Celebrate, let's celebrate. Allah Allah, thank you for this day. Assalamu alaikum, Базаркоргон шаарынын тургундары. Бүгүнкү айт майрамыңар маалек болсун. Барыңыздарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, береке, ыйман каалайм. Элибиз, журтубуз аман болсун, мамлекетибиз тынч болсун. Ошондой эле Базаркоргон районубуз, Базаркоргон шаарыбыз тынч болсун. Мына Базаркоргондо шаарында ар жылы Базаркоргон шаарынын ичинде Хадия камкор элден элге деген коомубуз бар. Ошолор мына Базаркоргон шаарынын тургундарына ар жылы ушу айт майрамдап уюштуруп ушул жерде өткөзөбүз. Буларга да Алла ыраазы болсун. Барыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, айт мубарак болсун. Zavqa to'lgan kun, ahli mo'min kutgan kun. Dillar zavqa to'lgan kun, ahli mo'min kutgan kun. Rasululloh sevgan kun, Rasululloh sevgan kun. Hayit muborak bo'lsin, hayit muborak bo'lsin. Rasululloh sevgan kun, hayit muborak bo'lsin, hayit muborak bo'lsin. Hayit muborak bo'lsin, hayit muborak bo'lsin. Eid muborak bo'lsin, Eid muborak bo'lsin. Hayit muborak bo'lsin, hayit muborak bo'lsin. Eid muborak bo'lsin, ayyom muborak bo'lsin. Bereketli her anı, inayeti Rahman'ın. Bereketli her anı, inayeti Rahman'ın. Kutla ehli imanı, bayram mübarek olsun, bayram mübarek olsun. Kutla ehli imanı, bayram mübarek olsun, bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun, bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun, bayram mübarek olsun.
Bozorqo'rg'on ahli bugun hammalarda hayit kuniki hammalarda hayit bayramlar bilan qutluklaymiz. Hayit bayrami mana Qayda Kampor dag'i jana eldan elga ushmasini baldari bugun hayit uyushtiribdi. Bugun bu hayit bayramini ochib berish uchun mehmonlar kelishgan. Hozir hayit bayramini ochib berish uchun so'zni Bozorqo'rg'on rayoni administratsiyasining boshchisi Edilov Talantbek Rasabekovichga beramiz. Assalamu alaikum, урматтуу шаранын катышуучулары. Мынакей 12 айдын султаны болгон Ыйык Орозо айт майрамына карата камкор элдик кайрымдуулук фонду элден элге мынакей жалпы Базаркоргон шаарынын жана келген конокторго ушундай майрамдык маалай тартуулап жатат. Жана ушул жаш өспүрүмдөрдүн арасында ушу мамлекетибиз үчүн, өлкөбүз үчүн өздөрүнүн спорт тармагында дагы салым кошкондорду бүгүнкү күнү сыйлоо аземи болгон турат. Өлкөбүздө, мамлекетибизде тынчтык орноп, ар бир үй бүлөдө бакубатчылык, байгечилик жашоо болсун. Баарыбыздын айтыбыз барек болсун. Ар бир пенденин туткан орозосу кабыл болуп, берген кайрыксандары Аллах Тааланын кабыл болуп көптөгөн соопторду насип этсин. Республикасының Жогорку Кеңешинин депутаты Масабир Талайбек Айтмаматович келген сөз Масабир Талайбек Айтмаматовичке. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздердин бүгүнкү Ыйык Орозо айынын айт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. 30 күн кармаган орозоңор кабыл болсун. Жасаган бүгүнкү жасап аткан Кадия Камкордудан элге эл кайрымдуулук фонду атайын ушу Базаркоргон элине мына жерде балдарыбызга атайын майрам уюштуруп берип атат. Бу айт майрам бу чоң майрам, кубанычтуу күн. Ушул Орозо айында жасаган ихсандарыңар, жасаган тарабек намаздарыңар, дуаларыңар жараткан Аллам кабыл кылсын. Ар бир үй бүлөгө жараткан Аллам бизге береке берсин. Ушу эндиги жылы орозо кармаганга баардыгындын башы аман болсун. Ооруп аткандарга жараткан Аллам өзү шифа берсин. Жараткан Аллам баардык жакшылыктарды берсин. Кыргызстандагы дайыма ачык асман болсун. Кыргызстанда тынччылык болсун. Элибизде биримдик ынтымак болсун. Дагы бир жолу сиздердин бүгүнкү айт майрамыңдар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Дайыма ошо жакшылыктарда, ушундай жакшы күндөрдө жолугушканга жараткан Аллам өзү жеткирсин. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу Базаркоргон эли, Базаркоргонубуздун жетекчилери, акимибиз, Аллах Таала разы болсун келип берип атасыз. Аке Бишкек шаарынан депутатыбыз Талайбек байкебиз келип турат. Куттуктоолоруңуздар жактай калам. Сиздерге дагы ийгилик берсин. Куттуктоолоруңуздар рахмат. Аке Базаркоргон районунда ушу салттуу айландырган кайрымдуулук коомубуз бар, Кадия Камкор кайрымдуулук коому. Жана экинчи коомубуз элден элге кайрымдуулук коомубуз бар. Ушул эки коом кайрымдуулук коом биригип ушул Базаркоргон элине, Базаркоргон тургундарына деп майрам өткөрүп атышат. Айттык майрам өткөрүп атышат. Кудай таалам ушул айт күндө кандай тилектерибиз, Кудай тилектерибиз кабыл кылсын. Мына 30 күн Рамазан айында орозо кармадык. Аллах Таала Рамазан айында туткан орозолорубузду, кылган ибадаттарыбызды баарын кабыл кылган болсун. Аллах Субханала Таала элибизде дайым өзү колдосун. Кудай таалам элибизде жамандыкты көрсөтпөсүн эч качан. Биздин Базаркоргон элибиз Кыргызстаныбыздын алдыңкы райондорунан болсун. Алдыңкы атагы чыккан, жакшы жагынан атагы чыккан, өнүккөн райондордун болсун. Базаркоргон шаарыбызда да жакшылыктар болсун. Ушул жерге келген жетим жесирлер, жаш балдарыбыз баары бүгүн ойноп, күлүп, ушул коомдорго рахматын айтып кетсин. Аллах Таала ушул коомду уюштурган, ушул ихсандарды уюштурган эки кайрымдуулук коомго тең Кудай Таала ден соолук берсин, иштерине ийгилик берсин. Кудай Таала өзү колдой берсин. Ассаламу алейкум. Bozorqo'rg'on shahrining meri Mamadaliyev Nurmuhammad Kamalbekovichga. Bozorqo'rg'on rayonunun Bozorqo'rg'on şaharının turgundары бүгүнкү орозо айт майрамыңыздар кут болсун. Баарыңыздарга тынччылык, аманчылык, элибиз, журтубуз аман болсун, мамлекетибиз тынч болсун. Ошонун катарында Базаркоргон районубуз, Базаркоргон шаарыбыз тынч болуп өнүгүп өссүн. Мына бүгүнкү уюштуруу топко дагы ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле ар жылы өтүп жаткан мына спорт оюндары бар.
уюштурган жерде ошону биз шаар мэрия ар жылы колдоп келатабыз. Быйыл дагы кичине арзыбаган биз сыйлыгыбыз бар да ошону тапшырып спорт оюндарга катыштырып коебуз. Рахмат. Kırgızistan Respublikası'nın Hazreti Mufti'nin Tuşluk regiondagi maslahatçısı Umarbekov Almas Hacı'ga beramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, Allah Teala'ga maqtul olup Peygamber'e salatlar olsun. Allah Teala'ga maqtul olup Peygamber'e salat olgandan keyin muna bugun Kırgızistan'ın bardık yerlerinde elhamdülillah 2026 yıl jana 26 mart bugun Xudo kalasa ayt namazını okuduk. Bardık Müslüman ayetlerge aytımızlar marek olsun dep biz din tutgan Müslümanlar talep etebiz. Xudo Teala bardığımızın duamızı kabul kılsın. Buna bugun Bazarkoğlu şaharında çoğun bir şan-şöhret bolup ayt bayramın şariat көрсөткөндөй şunday bir көрсөтүүдө турат. Буга башында турган, Нексаны башында турган Хадия Комкор элге кел деген ушундай bir коомдук кайрымдуу фонддор биргеликте ошо мусулман элдерине Базаркөл шаарына ушундай шан-шöhret берип атат. Буга коштоп келген, өз салым кошуп келген биздин мына Базаркөл шаарынын акимибиз Расбеков Талант мырзабыз келип отурат. Алла разы болсун. Жогорку депутаты Талабек Максабирович агабыз келип отурат. Мэрибиз Мухаммед Мырза келип отурат. Базаркөл шаарынын имам хатиби келип өзүнүн салымын кошуп отурат. Кудай Таалам сиздерге келген кадамыңыздарга хасанат, айтыңыздар марек болсун. Дагы бир коногубуз келип калыптыр бизден иншалла. Ушу кишиге да бир сөз берсин деп атат. Müslümanlar бүгүнкү орозо айт майрамыбыздар менен бүгүн жакшылыкка кылып туруп эл журтка иш-чара кылып уюштуруп беришиптер. Азия кайрымдуулук фонду биз мына Базаркөл райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармаларына келдим. Мен орун басарым. Дайыма буга чейинки да бирге иш кылып келгенбиз. Себеби дегенде аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жетимдерге, жарым жетимдерге дайыма камкордук кылып келишет. Ошон үчүн мына биздин жетекчилерибиз катышуусунда ушундай иш-чара өткүзүп атышптар. Ошол иш-чараңыздарга чоң рахмат. Силердин да кайрымдуулук кылган ихсандарыңар ушундай берекелерин берсин. Мындан кийин да көп жакшылыктарга насип этсин. Эл журтубузда ушундай аз камсыз үй бүлөлөр жакшы жашоолорго жетишсин. Кудай насибин берип, чоңдорубузга да рахмат. Дайыма ушул жетекчилерибиз ушундай иш-чаралардын башында туруп, мына ушу силерге окшогон кайрымдуу фонддор менен бирге иш алып барган үчүн ошолордун жыйынтыктары бүгүнкү күндө көрүнүп атат. Ошон үчүн ушу эл журтубузда тынччылык болсун. Ушу айт күндөрү эмне ниеттериңер болсо, тилектериңер болсо, тилектер кабыл болсун. Bozorko'rg'on shahrining imomi Ashir Hajiga beramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Hürmetli cemaat, bugün günü жақсы gün. Sebebi Allah subhanahu wa ta'ala'nın farz kılgan orozosundan keyin bayramlık dengende baldarımızga, bunun içinde her kanday avaldağı baldarımız var. Gebirleri gül albayatkanın, gül gönü gebiri suyun albayatkanın, suyun içinde çek yok. Bu suyun için Allah, Xudo kalasa rayonumuzun hakimi, Yoğun Kengeşimizden deputatı, uşul verimiz, dağı bir kança imam damlağız. Uşulardın suyun iç koşup, kıvançlanıp, kıvanç koşup oturat. Allah subhanahu ta'ala elimizge, yurtubuzga, mamleketimizge, suyunumuzga tınççılığın versin. Uşu baldardın dağı kıvançına kıvanç koşsun. Amin. Allah subhanahu ta'ala mamleketimizge tınççılık amançılık versin. Şunun qatarında mamleketimizde ölüm ve şuna hizmet kılıp otkan bu ağalarımızın dağı hizmetlerin orundu Allah Teala kadırlagan olsun. Cemaatine, bilimliğine, ıntımaqçılığına beken olsun. Elimizin, memleketimizin ekonomikası deyiz. Bu memleket önlüksünü koşu otkan salımdan Allah Teala razı olsun. Jalpı mavuşul, Hadiya Kampor, yol olsa elden elge kayrımdoluk fondlarının mavuşul kılıp otkan işleri algılıktı. Allah'ım kadırlasın, ekülüne baktırılığın versin. Bir rahmat ki. Rahmat. Esselamu aleyküm. Aytыңар марек болсун. Кыздар марек болсун. Oyun kılıkmayalım. Bence yetim boğalar, Bozorko'dan yetim boğalar 100 sene boğalar geçer. Tepede taş kadar toplu ortak. Çok acı. Razı olsun. Aytыңар марек. Жақсы ма? Майрам. Майрамдык бана кандай? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aytыңар марек. Aytыңар marek bolsun. Марек. Майрам жагып атабы? Aytыңар marek. Чекеда ошо марек. Aytыңар марек. Ayt bayramlar bilen
Allah'tan köptüğü sol Балдарга майрам болот. Балдардың келечегі кең болсын. Ассалаумағалейкум. Айтыңыздар марек болсын. Марек. Айтыңыздар марек. Жақта полный аялдам Ассалаумағалейкум. Айтыңыздар марек болсын. Біздің Базарқорған шағын әкімі жауапкершілігі депутаты сіздерге айтыңыздар марек болсын. Келіп отырсыздар бізден Нұрмахамбет Меруйда келіп отырады. Çok teşekkürler. Rayonumuzda Kırmızı Respublika'nın cevapkentli deputatları Ağızda bir kalan yönetimi sözünde gelip otardılar. Жалпы барып şu балдар біздің келечек. Бүгін елден елге қайырымдылық қолдауыдagi бардық балдарға шындай бүгін жүздеріне күлкі тартылып, жақсы маңай тартылып жатыр. Şu Allah Taala әрбір şu жерге салып отқан insanlardan көптеген сауаптарды ашырсыз. Апалар үйдің құтты берекесі болып бар болыңыздар. Денсаулық болыңыздар. Ramazon hayiti barchamizga muborak bo'lsin. Bizni bolalar xizmatda bolalar borisdi. Kepaslarmi? Shahboz hoja. Hurmatli mehmonlar, shu yerga kelganlar, sizlardan so'ranamiz, farzandlarni ehtiyot qilib, yoninglarga olib, tartibni saqlab bersanglar yaxshi bo'lasiz. Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Поздравляю вас со священным месяцем, прошедшим, и с нашим священным праздником, который Всевышний определил нам. Пусть Всевышний примет от нас и от вас все наши благие деяния. И не забудьте поздравить всех своих родных и близких этим замечательным праздником, особенно своих матерей, потому что рай под ногами матерей. Также я бы хотел поздравить свою маму с праздником. Берегите себя, своих родных и близких, и проведите этот день в радости, веселье и только в хорошем настроении. Пусть Всевышний благословит всех ваши благие деяния и оберегает вас и вашу семью. С праздником вас! Bizning Bozorqo'rg'on shahrimizni imomi, bosh xatibi Sabr domlamizga so'zni bersak, Almaz domlamizga. Assalomu alaykum, hurmatli Bozorqo'rg'on elining turg'unlari, Bozorqo'rg'on elining yashovchilari, bugungi ayt bayramingizlar bilan Alloh taolo har biringizga tinchlik, amonlik bersin. Bunaqay bugun Hadiya Qamqor qavmi, qayrimduluk qavmi. O'shaning bilan birgalikda elden elga qayrimduluk qavmimiz uyushtirib, yilda salt bo'lib qolganday shu aytliq sha'nini ko'rsatib o'tadi, hurmatlilar. Ушул майрам башка жерлерге дагы үлгү болуш керек да. Бүгүн жетим дагы, бүгүн жаштарыбыз дагы, бүгүн бардыгы сүйүнүш керек. Бүгүн колунда бар дагы, колунда жок дагы ушундай майрам тосуш керек, урматтуулар.
Allah Taala razı olsun şu kayrımdılık koomdordan. Allah Taala işlerine iyilik versin. Bul jigitler Kırgızstanda emes, başka mamleketke dagı barıp jardamdарын көрсөткеле atышат. Allah Taala işinizlerde iyilik versin. Kuday Taala öz koldaсын. Hurmat tuğandar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizge Peygamberimiz aytıp ketkendey mayram tosaylı hurmat tuğandar. Bugün Peygamberimiz emne kılgan? Namazga çeyin şirindik jep barıp turup anan keyin namaz okugan. Bul bizge үлgü болуш керек. Bugün tattуу gana nerselerdi, adal gana nerselerdi жешибиз керек hurmat tuğandar. Kuday Taalam ошол жерге чогулгандардын бардыгын тилегин кабыл кылган болсун. Ошол уюштурган майрамыңыздар үзүлбөсүн. Ар бир айтта өткөрүңүздөр. Кудай Таалам ийгилик берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in amma ba'd. Esselamu aleykum rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, Allah Teala'ga maktalar bolsun, Peygamberimize salam duruptar bolsun, elhamdülillah. Bugünkü günge şükür keltireylik. Allah Teala Kur'an'da innemel mu'minin ihva, Müslüman birbirine bir tuğan hurmat cemaat. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, buna sizlerge bugün Bazaqorgon rayonunun, balkim şahrının hakimi da gelip salamlarını aytты, Жогорку депутаттар gelip salamını aytты, hurmatlı merler de gelip salam aytты, bizden rayonumuzun hatibi dağı Sabır damla da gelip öz batasını berip jatat. Dağı hurmatlı cemaat sizlerge özüңөрдүн kulunungar, özüңөрдүн uluңар, Kırgızstan Müslümanı din başkarmasının Hazreti Mufti Zakirov Abdulaziz Qari Muftiyiz Hazretleri sizlerge çok salam jetkizdi hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, bugünkü aytыңар marek bolsun. Ança mınça Ramazan içinde kemçiliklerdi Kudayım özü geçirip bugün hurmatlı cemaat bir usta bir üydü kurgan bolsa eski giyimini kurup bütüp oşa usta üydü bütkönden keyin akçasını alat can giyimler menen akçasını alıp gelip oşa üydün egesinin akçasını algan kezde ne kılat akçasını alat oşa sağırlı sizler daha 30 gün oruza karmap bugün Kuda kalasa jakşı giyimlerin gelip Allah Taala'nın nimetlerini alıp oturasızlar. Mına uşulardın başına turgan kayrımdılık hadiya kamkoru elge gel fontunu işlep жатқан бүткүл bu Bazargondagi cemaatına biz tereң raşık bildireriz hurmatlı cemaat. Жылына şunday şu жерге ayal erkegine karabastan şan şököttörдү oyun zoktörдү ötközöt. Sizlerden Allah razı olsun hurmatlı cemaat. Dünyada kança degen çoğun bir soğuşlar bolup atat. Kuday Taalam uşul soğuştарды öz toktotkan bolsun hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Alam tinç bolsa büt Kırgızstan tinç bolat, mamleketimiz tinç bolat. Bizim padişahımızga dagı terin açıp bildirelim hurmat cemaat. Muna bizim burunku ata-bolarыбыз sakalları agarıp biz üçün, siz üçün dua kılgan eken. Elhamdülillah ala kulli hal. Bugün de şunu oturabız hurmat cemaat. Bardığımız şu hizmet kılgan insanlarga da dua kılaylık. Bardığımızdan ötüp ketkenlerdi Kuda rahmatını alsın. Tirilörüge Kuday Taalam tırçıp beypildik versin. Aytыңыздар marek bolsun. Aytыңыздар marek bolsun. Aytыңыздар marek bolsun. Esselamu aleykum rahmetullahi ve berekatuh. Rahmet Allah. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı bugünkü bayramga gelgen apalar, eceler, karındaşlar, kızlarımız, bul rayonduk jetekçiler deyimiz, rayonduk memleketlik hizmetkerler. İnşallah bu bayram musulmançılıktan, elbette bu bayram bir ulutga, bir rassaga teşerimiz, bu bayram dini bayram. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye göç barganda, Medinelikler bizden iki bayramımız var ile dedi. Oşunda Peygamberimiz al bayramda ne kılatırınglar dediler. Biz oynayıp gülüp şunday bir jakşı manaylarımızı götürüp elektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al bayramlardı jakşı jakka özgörtöbüz. Bul İd Ramazan jana İdil Kurban. Yol bolsa Kurban ayı jana Ramazan ayında uşul bayram dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dini bayramda uşunday dep belgilep ketti. Bul günü aza tartış, kaygı kapa, toz topolong bolboston bul günü oynayıp gülüp
bir-birimizge quvonch bag'ishlab, bir-birlarimizni ziyorat qilib, ko'pdan beri xabarlashmaganlarimiz bilan xabarlashib, shunday qilishimiz kerak inshaalloh. Bu baldar uyushtirgan Hadiya Qamqor jana elden elge qayrımdoluk fondları buna köp yıldan beri uşul samalıqtı ulap kelevatışat. Bu samalıqtı Xuda xalasa uşul baldarımız kaçan bolat ekende üyündögü atalarından, apalarından, ecelerinden, akelerinden kaçan Ramazan mayramı olat, kaçan Kurban Ayt mayramı olat dep Xuda xalasa bunday iştiyak menen deyüz bir tınsiz, çıdamsızlık menen gütüşet sebebi bulgun mayram. Bu inşallah bu baldar uşunday kuvanычка sebepçi olup, uşunday kuvanычты baldarga tartуулap, baldardın gözünün tuğra gebir baldar jılmayuun ekenin bilmegeni var. Gebirlerinin üyünde uşul jılmayuu tartuulay turgandары jok. Gebirleri uşul jılmayuu tartuulaganga bardık nersesi olsa dağı al balada jılmayuu jok. Birok uşul baldar uşunday baldar çoğulup, oynop, gülüp, nariveri çurkap, toz topolon kılışıp jürüşse dağı bugün kuanıp kalsa uşul bizdin jеңişimiz jana uşunu uyuşturgan aytты uyuşturgan baldardın jеңişi inşallah. Bul baldar gelecekteki qo'm, gelecekteki biylike otura turgan, el başkargan jana başka жақсы kızmatlarga eyley turgan baldarыбыз gelecekte bular dağı bul mayramımızdı bul rayonumuzdun же болбосо шаарыбыздын эле деңгээлинде эмес büyük dengellerge çıkara turgan baldarыбыз ушул жерден чыгып келмекчи. Ошон үчүн Аллах Таалага ыраазычылык айтышыбыз керек. Жана бул нерсени уюштурган балдарга Аллах Таала ыраазы болсун. Кылган эмгектери Аллах Таала кадырласын. Айта турган нерсебиз Аллах Таала бардыгыңардын үйүңөргө бактылуулукту берсин. Жана ушуну уюштурган балдарга дагы Аллах Таала ыраазы болуп, үй бүлөсүнө, бала чакасына, амалына Аллахым берекетин берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Rahmat domla, Alloh razı olsun. Hayit bayramini uyushtirib bir necha yillardan beri. Alloh alam 9-yil bo'lsa kerak, shuningdek boshchilar sababchi bo'lib yurgan Sanjar akamiz Hadiya Qamqor boshchiligini chaqirsangiz o'zga. Sanjar aka. Bir necha yillardan beri el xizmatida labbay deb javob bergan akamiz. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Barcha shu yerga yig'ilgan aka-uka, eja qarindoshlarga bugungi bayram muborak bo'lsin. Har bir uy buloga, har bir xonadonga Allohning rahmati va barakati nasib qilgan bo'lsin. Shu kungacha mana shunday bayramlarimizga befarq bo'lmasdan qo'llab-quvvatlab kelayotgan shu elga Allohning yaxshi kunlarini nasib qilgan bo'lsin. Bugun mana Bozorqo'rg'on eli tarafi bilan va yaxshi insonlar tarafidan shunday bayramlar uyushtiryapmiz. Bizi elimizda, Qirg'izistonda doim mana shunday yaxshi kunlar bo'lishligini Alloh nasib qilgan bo'lsin. Hech qaysi xonadonda hech qaysi bola otam, onam deb yig'lamasin. Hech qaysi xonadonda ota-ona bolam deb yig'lamasin. Hamisha elimiz, mamlakatimiz hamisha tinch bo'lsin. Mana shu yerga chaqirig'imizga labbay deb qadam bosib kelgan har biringlardan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Rahmat. Karatisti boshchisi Azimqulov Jahongir akamiz sahnaga chaqirsak, kelinglar. Sahnamizni ochib beringlar. Ishlar bilan kutib olamiz. Kartalar bilan. Bu yosh avlodlar siz bilan bizni farzandlarimiz bo'ladi. Qirg'izistonimizda, ya'ni Bozorqo'rg'onda bayrog'ini balandlarga ko'targan farzandlardan.
Olqishlab turamiz farzandlarimiz. Ha.
katta. Karatis bolalari Qirg'iziston bayrog'ini ko'tarib kelyapti. Shularning ichidan O'rta Osiyo chempionati chiqqan farzandlarimiz bor ekan. Padarkalar bor ekan. Jonir aka, bolalar chaqirib qo'ysangiz sahnaga. Sahnaga qaytib qo'yasizlar bolalar. Saydullajonim Nurali. Olqishlab qo'yamiz-da, olqishlab qo'yamiz. Darsa bilan toping. Shu farzandlarimiz ichida Qirg'iziston bayrog'i dunyo yuzida tanqidga Osiyo chempionati Nuralini chaqirsak. Keling, Nurali bormi? Tarilab qo'yamiz, ha? Rahmat katta. O'rtoq kuzatib O'zingizga ishlab qo'ying. Endi sahnamizga Fares bolalar chaqirsak. Fares bolalarimiz kutib olamiz. Sahnamizni ochib qo'yamiz. Tarbiyalarda kutib olamiz. Hurmatli ota-onalar, farzandlar ehtiyot qilsanglar, shu farzand
ota-onasini topa olmayapti ekan, sahnada turibdi. Qahramdan bolalarga aytsa yaxshi beradi. E'tibor bo'lasizlar farzandlarga. Ozgina tartib saqlab berasizlar, rahmat. Umra safarida asti mana shu xizmatga deb ataylab yetib kelibdi. Islombek aka, keling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, aka-uka, opa-singillar, hammanglarga Eid Ramazon hayit muborak bo'lsin. Bizni taklifimizga yo'q demasdan kelib shu bayramda qatnashayotgan aziz birodar, aka-uka, opa-singillardan Alloh rozi bo'lsin. Mana biz bu ishlarimizni bir necha yillardan beri qilyapmiz. Albatta buni orqasida bizning maqsadimiz shu yosh bolajonlar uchun islom kayfiyatini kirishlik, ya'ni hayit bayram qalbiga o'rnashlik. Buni orqasida Alloh taologa bo'lgan muhabbat. Bizni bolalar, birodarlarimiz, aka-ukalarimiz mana ehson qilishyapti. Qilgan ehsonlarni qabul qilsin. Albatta bu qilayotgan ehsonlarni xursand bo'lganidan qiladi. Chunki mana bu yosh bolajonlar xursand bo'lib bu joydan musulmonlarning bayrami bo'lgan hayitda biz padarka oldik, sovg'a oldik deb ketishligida bergan pullariga achinmay faxrlanishadi. Mana har yili o'tkazib beradigan, ehson qilib beradigan, oshlarni qilib beradigan birodarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Bu birodarlarimiz ham xursand bo'lgan holatda kutadi. Shuni singari bizni jamoamiz ham bu hayitni xursand bo'lib kutdi. Buni evazini faqat Alloh taoloning roziligini xohlaymiz. Inshaalloh mana shu bolajonlar qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida, ey Allohim, shu akalarimiz, amakilarimiz bizga hayit bayramini qalbimizga olib kirgan, shular bizga sovg'a berganidan keyin qalbimizga Alloh taoloning muhabbati tushib, hayitga bo'lgan ishtiyoqimiz, hayitni kutishligimiz juda ham bizni muhabbatimizga sababchi bo'lgan akalarimizni gunohini kechirsin deyishini xohlaymiz. Bundan narsa boshqani xohlamaymiz.
Bizning maqsadimiz Alloh taoloning roziligi. Endi hammamizda kamchilik bo'ladi. Shu birodarlarimiz, aka-ukalarimiz xizmat vaqtida sizlarni ranjitib qo'ysa, qalbingizlarni og'ritib qo'ysa, oldindan uzr so'raymiz. Biz hamma bolajonlarimiz sog'ga salom olishini xohlaymiz. Hammaga inshaalloh sog'ga salomlar yetadi. Bugun mana shu joyda qancha sovg'alar bo'lsa, hammasi sizlardik. Hammasi sizlar uchun atalgan. Faqat yetmay qolgan bolajonlarimiz bizdan xafa bo'lmanglar. Albatta biz qo'limizdan kelgancha sizlarga sovg'a salom oldik. İnşallah sovg'a salomlar o'z vaqtida yetib boradi. Alloh taolo barchalarimizni tutgan ro'zalarimizni qabul qilsin. Qiyomat kuni foydamizga hujjat qilsin. Bu ishlarimizni bizdan keyin mana shu yosh bolajonlar, kelajak avlod davom ettirsin. Bitta bozor qo'rg'onga emas, butun Qirg'izistonga hayit bayramda o'tkazib beradigan yosh bolajonlarimiz chiqsin. Albatta biz bulardan umidvormiz. Bularning orasida bizning ustozlarimizdan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Shayx Shoh Muhammad Shoh Yunus, Shayx Chubaq Hoji bizni ustozlar qatori farzandlar chiqishini xohlaymiz. Albatta bu farzandlar bizni Qirg'iziston elini, Bozorqo'rg'on yurtini ko'klarga ko'tarishini va Bozorqo'rg'on elini butun dunyoga tanitadigan qori, qurro, olim, din yo'lida, elda xizmatida bo'ladigan va dunyo ilmini hech qayda topa olmaydigan ilmlarni shu Bozorqo'rg'ondan topadigan avlodlar chiqarishini xohlaymiz. Albatta bunga siz bilan biz sababchi bo'lamiz. Mana ko'rib turgan o'yinga shoy bo'lib, o'yinni boshlanishini kutib turgan bolalarning qalbida nima desa, hayit bayram quvonchi. Qarang, siz bilan bizni davrimizda yo'q edi. Alloh taolo hozir berdi. Inshaalloh buni davom etsin. Keyingi hayitlarda bundan ham zo'r o'tkazishni nasib qilsin. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohu akbar. Mana bizni Bozorqo'rg'on shahrimizdagi klub boshchisi Abdullohning shogirdlari, Alloh rozi bo'lsin. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan, albatta kuchli musulmon zaif musulmondan afzaldir degan. Bu bolajonlarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisiga binoan biz kuchli musulmon bo'lishimiz kerak degan maqsadda harakat qilyapti va bir necha bor chempion bo'ldi va bularni biz mana shu hayitda tabriklashni xohladik. Shu bayram hayitda tabriklasak, bularni el ko'rib, yana bolajonlarni shu sportga ishtiyoqini oshirishga sababchi qilib biz shu sovg'alarni tayyorlab qo'ydik. Mana birinchi bo'lib Tolibjonov Huzayfa. Qani kelingchi, bu ukamizni sovg'asini beringlar. Mana bu ukalarimiz hammasi chempion bo'ldilar. Hey, men kelasizmi? Alloh taolo bundan-da kattaroq martabaga chiqishingizni xohlaymiz. Charchamang. Alloh kuch-quvvat bersin. Ikkinchi Ikromjonov Ali. Maşallah. Ikromjonov Ali. Alloh rozi bo'lsin. Albatta bu sovg'a arzimagan bo'lishi mumkin, lekin inshaalloh bu bolalar kelajakda Qirg'iziston bayrog'ini butun dunyoga ko'taradi. Mo'minning sevinchi, qalbin huzuri. Bu bayram Allohning bizga in'omi. Uchinchi ukamiz Ibrohimjonov Dilxushbek. Maşallah. Bu Dilxushbek ukamiz yosh kattaroq bo'lganligi uchun bu ukamizga pul mukofoti sovg'asini beryapmiz. Charchamang, Alloh rozi bo'lsin. Shu farzandlarni katta qilgan ota-onalariga rahmat. Albatta bularni bu darajaga yetishiga sababchi bo'lgan ustozi Abdullohdan Alloh rozi bo'lsin. Botirov Temurlan. Alloh rozi bo'lsin. Ukamizdan mana chempionatda birinchi o'rinda olgan. Alloh qabul qilsin. Yurakdan shukr bilan
kirgan Botir Aliyev Jirg'albek. Botir Aliyev Jirg'albek. Şükür ey Allah'ım yetkazganga dinimiz İslam'dır nurimiz Kur'an. Botir Aliyev Jirg'albek o'zi kela olmabdi. Ustoziga topshiramiz Almanbek aka, mana keling. Sizdan Alloh rozi bo'lsin. Shunday bolalarda Qirg'izistonda bayrog'ini ko'tarib chempionlar qilishlikka sababchi bo'lyapsiz ekan. Bundan da kattaroq natijalarni kutamiz. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Rahmat. Mübarek olsun, mübarek olsun. Hayit bayramingiz mübarek. Mana oxirgi sovg'amiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan, albatta ilm olishlikka buyurgan. Bu dunyo ilmi bo'lsin, din ilmi bo'lsin, mo'min musulmon odam qoloq bo'lish kerak emas. Dunyoda ham zo'r natija ko'rsatish kerak. Mana bizni bolalarimiz shuni ko'rsatyapti. Ingliz tilidan chempion bo'lgan bolamiz Onajon, onajon, jon jigarlari. Hayit bayramingiz mübarek olsun. Abdullayev Abdulloh ukamiz taklif qilamiz. Ingliz tilidan Toshkent shahrida o'tgan musobaqada birinchi o'rinda olgan ukamizdan. Abdullayev Abdulloh. Mübarek olsun. Hayit bayramingiz mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Abdullayev Abdulloh ingliz tili musobaqasida g'olib bo'lgan ukamiz. Toshkent shahrida birinchi o'rinda olib ketdi. Maşallah. Abdullayev Abdulloh, Alloh suygan banda ekansiz, maşallah. Abdulloh, qandaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Alloh rozi bo'lsin. Endi bizga mana shu odamlarga siz hozir ingliz tilidan bir narsa aytib berasiz. Qani, tayyorlab kelganmisiz? Aytingchi. Eid Mubarak. Eid Mubarak to my. Yaxshi. Yaxshi. O'tirsan. Hayajon. Eid Mubarak to my wonderful people. Might bring peace, health, and happiness into our families. I wish you beautiful happiness into our families. I wish you beautiful life. Maşallah, ukamizda hayajon bo'libdi. Alloh rozi bo'lsin. Hammamizni farzandlarimiz shunaqa kunlarni ko'rishlikni xohlaymiz. Albatta ingliz tili, rus tili, qirg'iz tili bizni hozir eng kerakli fanlarimizdan. Biz farzandlarimizni shu fanlarga berib, biz kelajakda musulmonlarni unib o'sishligiga sababchi bo'lishimiz kerak. Alloh taolo shu ukalarimiz sababchi qilsin, qolganlarga o'rnak qilsin. Abdullayev Abdulloh, Alloh rozi bo'lsin. Siz ya Habibi, ya Muhammed. Bu Ayaz bilan dadangizga sovg'a, sizday farzandni ulg'aytirgan. Alloh rozi bo'lsin. Maşallah. Turgan bo'lsa, kelib olib ketinglar. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Mana bu ukalarimizni Allohning roziligi uchun taqdirladik. Bunga ehson qilgan aka-ukalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Endi mana yosh bolajonlarimiz kutib turgan lahzalar. Yosh bolajonlarimiz tayyorlanib, men sovg'a olaman, men bayram kayfiyatini olib kelaman deb kutib turishibdi. Endi biz navbatni estafeta o'yinlariga beramiz. Hammasi shay bo'lib turibdi. Alloh taolo barchalarimizdan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Olqishlab turamiz. Inshaalloh keyingi yillarda bizni farzandlarimiz shu bolalarning o'rnida bo'lib, musobaqalarda, dunyoviy, diniy va sport musobaqalarida birinchi bo'lib qaytishligini xohlaymiz. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Allah, Allah, iste boy
cheksiz şükür Allah'ıma yaratgan. Kolina götürler ha. Götür, kolina götür. يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطة نطة ضحك ضحكت منها القطة أليف باء أين القطة أين القطة نعم باء تاج فوق الرأس فيه الذهب وفيه الماس زاء ثعلب صاد دجاجة وباكر وقت الحاجة أين دجاجة؟ أين دجاجة؟ نعم دجاجة. أين الماء؟ يا أنثى جيم حاء خاء دال دال راء زاء سين شين صاد دال ضاء ضاء عين غين ساء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء. جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء. جمل. حج. أين الكعبة؟ أين الكعبة؟ نعم الكعبة. خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع. دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت. خاء خبز. دال ديك. أين البائع؟ هذا البائع. أين البيت؟ هذا البيت. دال ذئب وحش صلب لا يرهبه إلا الكلب. راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين. ذال سين ساعد. أين أصفر؟ أين أحمر؟ نعم ألف باء باء فاء جيم حاء خاء دال دال راء زاء سين شين صاد دال ضاء ضاء عين غين ساء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء. شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور. صاد صائد ألقى الشبكة. aka uka opa singillar, mana bizni qarmog'imizdagi yosh qiz farzandlarimiz sizlar uchun hayit bayramiga nashidalar tayyorlab kelgan ekan. Bu tomonda o'yin musobaqalarimiz bo'laveradi. Bu qizlarimizni taklif qilamiz, kelib shu joyda nashida aytib berishini so'raymiz va e'tibor berib turasizlar. Bular inshaalloh sizlarning qalbingizga kirishni xohlaydi. Bu nashidalarni chin qalb bilan siqsak, ko'p ichida ma'nolar bor. Kelinglar, sizlarni taklif qilamiz. أين النيل؟ أين النيل؟ نعم في مصر. رجل للإنسان فيه نور. xizmatda bolalar tartib saqlab o'tsa yaxshi bo'ladi. تبدع شكلا تبهر فكرة. واو أصل على أين الزهرة؟ أين الزهرة؟ نعم ألف باء ياء فاء جيم حاء خاء دال. Maşallah bu shirin qizlarimiz hozir sizlarni oldinglarda. Albatta buncha odamning oldida bir so'z aytish qiyin, lekin bular Allohning roziligi uchun hayit bayramning kayfiyatini yosh qizlarni qalbiga olib kirishlik uchun tayyorlab kelgan. Quloq solasizlar.
yili bo'lib o'tadigan kurash musobaqamiz. O kattalarda kurashi musobaqasi boshlandi. Kattalar borib kurashda qatnashib, o'zingizlarga atalgan sovg'alarni, mukofotlarni olib ketsanglar bo'ladi.
canım başımıza koşmalı. Koyda kuşun varım Atacanım olsaydım. Karnımızga koşmalı. Başımızga koşmalı. Koyda kuşun varım Atacanım olsaydım. Yaşayana ozgina gelin hazır olsaydım. Kararardım başımdan Atacanım olsaydım. Yüzlerde öfkenim, kollarda öfkenim, dualarım argınım, Atacanım olsaydım. Karnımızga koşmalı, başımızga koşmalı. Koyda kuşun varım Atacanım olsaydım. Karnımızga koşmalı, başımızga koşmalı. Koyda kuşun varım Atacanım olsaydım. Solunaman bilmeysiniz, tasavvur kılmaysınız. Oramızda kaderim Atacanım olsaydım. Oramızda kaderim Atacanım olsaydım. Mehribanım olsaydım. Bon, tak minang pulau ni, apa Endi bu qizlarimizni, jajji qizlarimizning sahna ko'rinishi bor ekan ozmoz. Shu sahnamiz o'rtasida ozgina e'tibor jamlaydigan bir hajagan ko'r tarafidan jajji bola-chaqalar ko'rsatmasi bor ekan, tomosha qilib tursanglar. Sahnamizni ochib qo'ysak mana o'rtada. Ece kursağımı açıp жатып. Ece kursağımı açıp жатат. Үйдө тамак барбы Ece? Неме? Сен жатып оттап тур. Сен турганга чейин мен бир нерсе жасап коём, Siz oygatыңыз Ece, Сизсиз ойготом. Tartib saqlab olamiz. Sahnadan o'zimiz o'rtada, sahnadan qochamiz. Ahron akalar biroz yordam berib qo'yinglar. Бүгін сенің біздің арамыздан кеткеніңе 156 күн болды. Біз сені аябай сағынып кеттік, апа. Атамдағы арақты көп іше баштады. Бирок ал деле сени сагынганынан ичип жатса керек. Байкуш атам. Сол кезінде сенің суретіңді қарап алып ойлай береді бар. Өткен жұмада таятамдар келіп, бізді алып кетеміз дегенде атам болмай қойды. Бирок керездегіде сөзсіз алып кетеміз дешті апа. Апа, Азиз сені сағынғанынан көп ой баштады. Мен болса сені сағынғанымдан күтіп келем, апа.
arazdan tekkenime tup-to'g'ri 1 soat 45 minutdan keyin 157 kun bo'ldi. Apaki voy. Biz seni saqladik. Jatqan jering joyli bo'lsin apa. Yaxshi. Men de o'qitadim.
London alıyday, Piralada çayıyday, Yıldızıyday, Tomson'un aslandanı mayıyday. Rahmat katta. Alloh razı olsun. Hurmatli ota-onalar, sizlar uchun biz shu joyda Power akalarimiz osh tayyorlagan va undan keyin marojnalar tarqatiladi. Biroz kutib tursanglar. Ha, bolalaringlarni ehtiyot qilasizlar ekan. Madinada uyim bo'lsaydi, yashardim kichik bo'lsa ham, damlarga beshik tegsa ham. Ahronaday bolalar tartib saqlab beramiz. Va unga ota-onalar yordam beramiz bizga tartib saqlashga. Hadiyalarimiz taqdirkini biroz tartib saqlab beramiz. Farzandlarga ehtiyot qilasizlar. فوق الماء حال حج أسمى رغبة في طواف حول الكعبة حج. أين الكعبة؟ أين الكعبة؟ نعم خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع دال ضيق حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت أين الغنم؟ أين الغنم؟ نعم لام لحم ينمو جسمي يكسو عظمي فيه أسمن فيه مسجد بيت الله فيه نؤدي كل صلاة لام وجه للإنسان فيه نور بالإيمان ياء يد ترسم زهرة تبدع شكلا تظهر فكرة واو يا أين الزهرة؟ أين الزهرة؟ نعم Aziz aka-ukalar, sizlardan yordam so'raymiz. Alloh uchun xizmat qilib beraman degan aka-ukalar shu oshni tarqatishga yordam bersanglar. Verin. Böyle pat. Vay. Tatmıştı ver Hasan Bey, tatmıştı ver, tatmıştı. Böyle. Ha ustası. Bombayı ola çıkarıyor abi.
necha yillardan beri shoirchilik kelayotgan ukamiz bor. Ismi Hasanboy, hamma biladi. Ergashoy ekan o'g'li. Keling Hasanboy. Biroz she'r tayyorlab ketdi. Ataylar har yili hayitda chiqadi bu ukamiz. Alloh rozi bo'lsin. Hayit qutlug' bo'lsin. She'r tayyorlab ketdingizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli yurtimizni aziz insonlari, barchangizni hayit bayram bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Shu fursatdan foydalanib hammangizga bayramingiz muborak bo'lsin deyman. Bismillahirrohmanirrohim. Salovat. Sen Allohga yo'qay desang salovat ayt. Jamoliga boqay desang salovat ayt. Payg'ambarim Muhammad Mustafoni shafoatun topay desang salovat ayt. Gunohingga tavba qilgin g'ofil banda, aks holda azob bo'lar shirin jonga. Qiyomatda bundan boshqa bo'lmas foyda, ahli jannat bo'lay desang salovat ayt. U manzilda seni yo'g'u borning ham shu, do'zaxlardan asraguvchi doring ham shu, qabringni yoritgan chirog'ing ham shu. Yorug' joyda o'tay desang salovat ayt. Yorug' joyda o'tay desang salovat ayt. Rahmat e'tibor bersangiz. Rahmat Hasanboy, kepsiz. Assalomu alaykum. Hurmatli ko'plarga, aziz opalar, singillar. Hammaga shu hayitni uyushtirib, bayram bergan hamma aka opalarga qilay ehson qavlimizni hammaga rahmat aytishdi. Rahmat hammaga. Qirg'iziston deputat akamizga ham tashkilamiz. Akalarga ham tashkilamiz. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Mana shu tadbirni bayramni uyushtirgan barcha mutasaddi rahbarlarga kattakon rahmat. Har yili balon bo'lishini tilab qolaman. Barcha yurtdoshlarimni bugungi hayit bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat sizlarga ham. Sheyxlar Alloh rozi bo'lsin. Bizni javobimizga labbay deb ketdilar. Bu bizni haqiqatan bo'linmasidan sovg'a. Rahmatlar. Sheyxlar. Hurmatli xizmatdagi aka-ukalar, chiroyli tartibda bizni ehsonlar tarqatib bersalar yaxshi bo'ladi. Tartib saqlagan holatda. Bizi yildan yilga shu hayitni uyushtirib kelamiz. Merimizdan, hokimimizdan Alloh rozi bo'lsin va bundan tashqari hayit tugaguncha tartib saqlab turib beradigan uchastkavoy milis akalarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Har hayitda kelib tartib saqlab chiroyli kuzatib beradi. Alloh rozi bo'lsin shu akalarimizdan. أين الكعبة؟ أين الكعبة؟ نعم الكعبة. خبز عند البائع لا يأكله إلا
الجائع بال بيك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت خا دال أين الباب؟ أين البيت؟ دال ذئب وحش صلب لا يرهبه إلا الكلب راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين دال أين الكلب؟ أين الكلب؟ نعم زاي زهرة أصفر أحمر هي بعيني أحلى منظر سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي زاي زهرة أصفر أحمر هي بعيني أحلى منظر سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي زاي سين أين أصفر؟ أين أحمر؟ نعم ألف لام ياء ساء جيم حاء صاء دال دال راء ساء سين صاد ضاد طاء ظاء عين غين ساء قاف كاف لام ميم نون حاء واو ياء هذه حروف الهجاء سين شمس سين قديم فيها الدفء وفيها النور صاد صائم ألقى الشبكة بعد قليل صاد سمكة شين صاد صائم أين سمكة؟ أين سمكة؟ نعم سمكة ضاد ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني ضاد طفل أجمل طفل فهو أين الغنم؟ نعم الغنم لام لحم ينمو جسمي يكسو عظمي فيه أسمن دين المسجد بيت الله فيه يؤدي كل xizmatdagilar tartib saqlab beramiz xizmatdagilar ميم مسجد bu chekada ham odam o'tib kelyapti mana bu taraf xizmatdagilar نعم نون نهر صاد دال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين ساء قاف كاف لام ميم نون حاء واو ياء هذه حروف الهجاء الذهب وفيه الماس زاء ثعلب صاد دجاجة هو ماكر وقت الحاجة تاء أين دجاجة؟ نعم دجاجة ألف لام ياء ساء جيم حاء صاد دال دال راء زاء سين شين صاد نون حاء واو ياء هذه حروف الهجاء جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء saqlaymiz tartiblar فيه طواف حول الكعبة أين الكعبة؟ أين الكعبة؟ نعم tartib saqlaymiz bolachalar chiqinglar tashqariga bo'ldi chiqinglar hammalar tashqariga chiqamiz tashqariga tezda tashqariga chiqib olamiz tezda وهو أمين أين الكلب؟ أين الكلب؟ نعم وهو صديق يا أصحاب yosh kattalar faqat yosh bolalar chekkaga chiqib turinglar نام اللحم ينمو جسمي يكسو عظمي فيه أسمن 10-regiondagi
Tayyormi? Tayyormisizlar? 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 Tayyormi? Oldu köftegiler hiç git. أين حراء؟ نعم To'xtatdilar, to'xtatdilar. Köftegilar ozob qoldi. 12 ta ekan bu yerda 17 ta ekan. Oldu. Necha muzikal pasaytirib turaylik-da. Qizil tarafdagilar bormi? Bitta karta chollarchi qo'llab-quvvatlaydiganlar bormi qizil taraf? Ko'k tarafdagi bormi? Qani, tayyormi? 1 2 3 Stop! Qizildagilar karta chopamiz, qizil taraf o'yin. Rahmat katta. Otalar bormi? Azizbek otalar kelinglar. Bormi? Vaqtimiz oz qoldi otalar, kelinglar sahna. Akamiz bilan Ali akamiz Noken shahridan keldilar. Bir og'iz so'z tilagingiz bildirib qo'ydilar. Soyibjon aka va Ali aka. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bozor Qo'rg'on ahli, onajonlarimiz, akalarimiz, singillarimiz hamda bolajonlarimiz, barchalarni bugungi ayyom bilan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Hammalarda uylarga tinchlik, omonlik, sihat salomatlik tilab qolamiz. Boringlarga shukr. Mana hadiya jamoasi mana shu yerda bayramdan oldin bir hafta oldin shu tayyorgarlikni ko'rgan, shu jamoatdan ham barchasidan Alloh rozi bo'lsin. Bir oy ham, Abrorbek. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin, shu yerda xizmat qilayotganlardan, mana shu mehmonlardan, barchalarni bugungi kirib kelgan go'zal ayyom bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Abrorbek, sizga omad. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barcha mo'min musulmonlarga mana shu hayit muborak bo'lsin. Alloh taolo mana shu Ramazonda qilgan barcha solih amallarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Qanday bir ajr savoblarni Alloh taolo va'da qilgan bo'lsa, shu ajrlarni juda ko'plab bersin inshaalloh. Alloh taolo rozi bo'lsin. Mana shu yerda uyushtirgan barcha jamoatlardan, sponsorlardan, mana shu yerga kelgan barcha mo'minlarni hammasidan Alloh taolo rozi bo'lsin. Nimaiki niyatgan bo'lsa, niyatinglarga yetinglar. Alhamdulillah, mana birinchi yil emas, mana 5-6 yildan beri mana shu Haydiya Kampor jamoatini a'zolari mana harakati bilan va elni yordami bilan mana shunday bayramlar qilinyapti. Alloh taolo rozi bo'lsin. Meni xursand qilgan narsa, Bozorqo'rg'on eli juda saxovat el. Hamisha shunaqa ishlarda peshqadam. Alloh taolo rozi bo'lsin. Hukumat ishida ishlaydiganlarimi, oddiy ishchisimi farqi yo'q. Hammasi saxovatpesha, mana shunday jamlikda, hamisha birdamlikda. Alloh taolo barchamizdan rozi bo'lsin. Qirg'izistonimiz tinch bo'lsin. Hamisha mana shunday bayramlarni juda ko'pini ko'raylik. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat katta. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Peki. Va yana bizni bayramimizga
uzoq yerlardan kelgan akalar, opalar, sizlarga ham kattakon rahmat. Internet tarmog'idan ko'rib, kuzatib keldinglar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Va mana shu joyda xizmat qilgan aka-ukalarimizdan va hokimchimizdan, merimizdan, uchastkalarimizdan hammalardan kattakon rahmat so'raymiz. Va yana tashqarida mana magazinlarni ochib, so'zimizga yo'l demasdan kelib, chiroyli banan savdo-sotiqlarni qilib berdi. Ularga ham kattakon rahmat deymiz. Bizni mana shu xizmatimizga labbay javob berib, yildan yiliga mehnat qilayotgan va o'z ehsonidan yamayotgan Mansur akamiz bor, Qassob akamizdan Alloh rozi bo'lsin. Yildan yiliga 100 kilodan oshiq oshlarni beradi. Mana shu yiliga. Alloh rozi bo'lsin bu akamizdan. Kattakon qilgan insonlarni Alloh qabul qilgan bo'lsin. Aytay desak, juda ismlari ko'p akalarimiz bor bu ehson qilayotgan. Bilganlarimizni aytyapmiz. Mabodo esimizdan chiqmasa, to'g'ri tushunasizlar bizni va undan tashqari Kenjabek akamiz bor. Har yili kelib, son sanoqsiz marojna tarqatadi shu joyda. Shuncha elimizga marojna yetkazib beradi. Bu akamizdan ham Alloh rozi bo'lsin qilgan insonlaridan. Bosh-bosh bo'lib turgan Islombek akamiz, mana yo'qligini bildirmasdan Zohidjon akam va undan tashqari akalarimiz bor va kattakon bo'lib turgan Abduqodir akamizdan, Ulug'bek akamizdan, shu akalarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin qilgan xizmatlaridan. Qarsa chalamiz endi. Qaniki? Anam. Ramazon hayiti barchalarga muborak bo'lsin. Ramazon hayitingiz muborak bo'lsin. Mana shu joyga kelgan akalarimizdan, opalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Bizni shuncha xabar berganimizga labbay deb kelganlardan xursandmiz. Kirib kelgan Ramazon hayitinglar muborak bo'lsin. Kattakon rahmat. Xush kelibsizlar.